Printer uzoq vaqt ishlamasa golovka kuyadimi? Yo'q, golovka kuymaydi. Golovka kuyishi biza qiladigan ba'zi bir xatoliklarga bog'liq. Qo'limda ko'rib turishingiz mumkin, Epson L3150 golovkasi. Ya'ni qanaqa xatolar? Uzoq vaqt ishlamagandan keyin o'zimiz printerni nastroykasini cheska qilamiz. Cheskani ham 4-5 marta qilib tashlaymiz. Va bu mana bu yerda rang qotib qoladi, mikro teshiklarda rang qotib qoladi, rangni zo'riqtirib tortish, nasos tortadi, ya'ni rangni tortgandan keyin mana mikro teshiklar kattarib golovkani ishdan chiqarishga olib keladi. Ikkinchisi, tajriba bo'lmagan mutaxassisga printerni olib borib topshirish. Sababi o'zini maxsus suyuqligida va maxsus usullar yordamida yuviladi. Ya'ni bu spirt, suv, razlovitel, aseton bilan umuman yuvilmaydi, ishlatilmaydi. Golovkadan tashqari даже shlankasi ham, kartreji ham, rang bakiga ham umuman bu narsalar ishlatish mumkin emas. O'zini maxsus spesialniy rastvordan, ya'ni suyuqligidan foydalaniladi. Shuning uchun agar printer uzoq vaqt ishlamasa, malakali mutaxassislarga olib boringlar, bo'lmasa qimmatroq rasxodga tushasizlar.